Bunun bilan Parislar u yerdan ketib, qandoq qilib Hazrati Aysoni o'z so'zlari bilan tuzoqqa tushirish haqida maslahatlashdi. Ular o'z shogirdlarini Rimdan tayinlangan Herod podshohining tarafdorlari bilan birga Hazrati Aysoning yeniga avatib, "Ustoz, sizning samimiy odam ekanligingizni, kishilarga Xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'rgatib kelganligingizni va hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz. Chunki kishilarning sidqi qiyofati bilan hisoblashmaysiz. Qani, aytib bergaysiz. Rim imperatori Qaysarga bosh topshirishimiz Tavrat qonuniga xilofmi qandoq?" deyishdi. Ularning yomon niyatini bilgan Hazrati Ayso, "Ey soxtipazlar, nemishqa meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar? Boshqa topshirgan pulinglarni menga ko'rsatinglar-chu", dedi. Ular bir dona kumush tanga akeldi. Hazrati Ayso ulardan, "Buning ustidagi surat va ism kimning?" deb so'radi. "Rim imperatori Qaysarning", deb javob berdi ular. "Undaq bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga topshiringlar", dedi Hazrati Ayso ularga. Ular bu so'zni anglab, hayron bo'lishdi-da, Hazrati Aysoning yenidan ketib qoldi.